Demak, sen aniq do'pposlashgansan, a? Ha? Meni kechiring, oyi. Ahmoq. Katta yigit bo'lding-ku. Haliyam aqling kirmadi. Nega bezorlik qilaverasan, a? Mushtlashgan, a? Kechiring, oyi. Ey, bo'ldi. Hadi bitta gapni qaytarurma. Sen mushtlashgan bolani ota-onasi agar kelsa, jonimga tegdi. Mashtimga keldi. O'zingni ko'rsatib boraman. Ana, nima qilsa qilursin sen bilan. Borib axloq tuzatadigan maktablariga bersa ham roziman. Seni shunaqa odam qilamiz shekilli. Bitta gapni qulog'ingga ilmaysan. Shoshmay turgin. Mashtimga keldi. Aniq dadang bilan gaplashaman. Alo? Alo, assalomu alaykum. Siz Murodjonning oilarimisiz, shundaymi? Ha. Men maktab direktoriman. Ochig'i, gapni nimadan boshlashni ham bilmayman. Bugun o'g'lingiz bilan bo'lgan hodisa haqida aytmoqchi edim. Yana mushlashdimi deyman, Murod. Ming bor uzr. Bu holat ikkinchi qaytarilmaydi. Dadasi kelsalar yaxshilab gaplashib qo'yamiz. O'g'lim juda sho'x bola bo'ldi-da. O'g'lingiz maktab tomiga chiqib, mushak otaman deb tomdan yiqilib tushib, o'sha zahoti joni uzilibdi. Sizga shu haqda xabar bermoqchi edim. Nima? Sizga sabr tilayman. Hozir o'g'lingizni tuman markaziy shifoxonasiga olib ketishdi.